Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda komponentlar bilan tanishamiz. Komponent bu JavaScript funksiya. Komponentga ta'rif berishdan oldin funksiya ta'rifini eslab o'tamiz. Funksiya bu kodni qayta ishlatish mumkin bo'lgan bir qismi. Uning maqsadi katta hajmli kodni o'qish va boshqarish uchun qulay bo'lgan kichik bo'laklarga bo'lib, kodni tartibli qilish. Komponentlar ham xuddi shunday vazifani bajaradi, ya'ni UI qismini mustaqil kichik bo'laklarga bo'lib, alohida boshqarish imkonini beradi. Komponent qanday yaratilishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun arrow function yoki function keyword bilan funksiya yaratamiz, funksiyaga nom beramiz va G6 sintaksisi yordamida UI ga chiqish kerak bo'lgan qismini yozamiz. Esingizdan chiqarmang, komponent nomi har doim katta harf bilan boshlanishi kerak. Mana, komponentni yaratib ham oldik, endi uni qanday ishlatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun xuddi HTML taglariga o'xshash holatda uni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Tog' taglarga o'xshatib, mana shunday holatda yozamiz, saqlaymiz va ekranda natija ko'rindi. Buni boshqa holatda ham yozishimiz mumkin. Masalan, juft tagga o'xshatib bu holatda yozsak ham natija o'zgarmaydi. Bu ikkita holatning farqlarini keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Komponentlar ikki qismdan tashkil topadi. Birinchisi logika qismi. Bu yerda o'zgaruvchi va funksiyalarni e'lon qilishimiz, hodisalar bilan ishlashimiz mumkin. Ikkinchisi return qismidan keyin G6 sintaksisi yordamida UI ga mas'ul bo'lgan qismini yozamiz. Keling, mahsulot nomini alohida title degan o'zgaruvchiga olamiz. Va o'zgaruvchini o'zini ishlatamiz. Buning uchun bizga jingalak qavslar kerak bo'ladi va o'zgaruvchi nomi. Saqlaymiz, natija o'zgarmadi. Agar hamma komponentlarimizni bitta fayl ichida yozaversak, bu fayldagi kod hajmi oshib ketadi. Bu muammoning oldini olish uchun hozir yaratgan komponentimizni alohida faylga o'tkazamiz. Buning uchun source papkasi ichida components nomli yangi papka yaratamiz. Uning ichida esa product cart nomli fayl yaratamiz. Reactda komponentlar G6 kengaytmasi bilan yaratiladi. Saqlaymiz. Komponentimiz kodini ko'chiramiz. Bu yerga qo'yamiz. Bu komponentni boshqa faylda ishlatish uchun named export yoki default exportdan foydalanamiz. app.g6 faylimizda esa komponentni chaqirib olamiz. Saqlaymiz. Ortiqcha qismini o'chiramiz. Hozirgi holatda product cart komponentimizni app komponent ichida ishlatdik. Xuddi shunday, product cart komponentimiz ichida boshqa komponentni ham ishlatishimiz mumkin edi yoki product cart komponent yonida. Bu jarayon component composition deyiladi. React ilovalar mana shu holatda yaratiladi. Yoki vizual ko'rinishda ko'radigan bo'lsak, dizayni mana shu holatdagi veb-sayt taxminan mana shu ko'rinishda komponentlarga bo'linadi. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha